Assalomu alaykum do'stlar, sizlar bilan futbol o'yinlari uz. Bugun do'stlar futbol o'yinlarini o'ynashda davom etamiz. Men futbol yangiliklarini tashadim, keyin esa do'stlar juda ham zo'r bo'lib ketmoqda. Mana dilasa 18 ga ham kirib oldik. Bu yerda bizda bir dona kuchli o'yinchi bor, o'sha bo'lsa ham Cavani. Do'stlar, bu yerda ko'rib turishingiz mumkin, full, ya'ni VIP desa ham bo'lardi. Bu yerga kiramiz. Endi stadionlarni ham to'g'rilab olish kerak. Endi bizga o'rgatyapti, chunki start boshlashimizda biz o'zgartirib olishimiz kerak. Mayli. Buni pastga olib turaman. Va bu qaranglar, stadionimizni вообще bo'ta to'g'ri. Bu o'yinda chiqqaniga juda ham ko'p yillar bo'lib ketdi. Buni o'ynagan odam o'zi biladi, o'ynaganlar. Hamda buni o'yinni qanday tarixga egaligini ham ancha-muncha bilib olsa kerak. Bilsa kerak o'zlari. Men aytmasam ham o'zlari biladi. Bu o'yinda juda ham qadimiy o'yinimizdan ham bo'laveradi. Stadionlarda full qilamiz. Full ko'rinishda. Keyin esa sizlar bilan klub tuzamiz. Klubga juda ham nimalarni zo'r o'yinchilarni chaqiramiz. Kuchaytiramiz. Chotki bo'ladi. Videoni oxirigacha ko'rsanglar bilib olasizlar. Davay bolalar, davay. Stadionni oxirgi ko'rinishga keltirib olishimiz kerak. Mana bo'ldi. Shunday menga yoqyapti. Bu Bernabeu stadionidan ham zo'r bo'lib ketdi. Full bo'lgandan keyin boy narsani qilsa bo'ladi. Mana bu bo'laveradi. Bu tomon ochiq bo'lsa ham bo'laveradi, chunki DLC 24 ham o'ynaymiz. DLC 24 hamma futbol o'yinlarini o'ynab chiqamiz sizlar bilan. Qiziqarli bo'ladi. PES o'ynaymiz, juda ham zo'r bo'ladi. O'zingizlar bilishinglar mumkin. Mana do'stlar, bo'ldi. Stadionimiz full ko'rinishga keldi. Menga yoqyapti. Endi esa transferga kiramiz. Transfer marketda biz qaysi klubni o'yinchilarni yig'sak bo'ladi. Mayli, biz Barselonanikini yig'amiz, chunki Real Madridni unchalik bilmayman. Liboy komandasini eski yillardagini bilmayman. Shuning uchun Barselonanikini yig'ib olaveramiz. Xo'p. Albatta bizga Lionel Messi kerak. Eski yillardagini yig'ib olamiz. Xo'p. Mana transfer marketdan transfer Lionel Messi birinchi. Endi esa Luis Suarezni qilamiz. Transfer mana Luis Suarez. Oxirigacha ko'raylik shuni animatsiyasini. Animatsiya ham bo'lmadi. Kylian bor, Neymar Junior bor. Neymarni olib qo'ya qolamiz. Neymar oldinlar o'ynagan, o'zingizlar bilishinglar mumkin. Futbol muxlislari, davay. Endi biz xo'p Rakitichni transfer qilamiz. Oldinlar yarim himoyachi juda ham zo'r bo'lgan. Keyin esa bu DLC 18 da o'zingiz odam yaratib qilishinglar mumkin. Odam yaratib, zo'r ko'rinishga keltirib, zo'r ko'rinishga keltirib, o'zingizlarning ismlarini qo'yib, chotga qilib olishinglar mumkin. O'shani men o'zimni yaratib, karyera qilishim mumkin. Ya'ni karyeraga o'xshagan desam ham bo'ladi. Karyera emas, endi karyeraga o'xshagan ketaveradi, mayli. Xo'p. Sergio Busquets, Pique deyman, Pique deyish kerak bo'lsa. Mana orqa. Menimcha Vidal bor edi. Mana Vidal ham bo'ldi. Chotki bo'lmoqda. Vidal ham xursand. Eski Barselona do'stlarini ko'rsa, haqiqatda maza. Alabani olamiz. Dembele xiyonat qilib ketdi, to'g'ri. Lekin Realga Isco ham xiyonat qildi, to'g'ri. Real Madridga gol urib nishonladi. Mayli, Dembele ham shunday qildi, Dybala deyman. Afsus, Dembelani ham ko'rdik. Mana Dembelani ham olib qo'ya qolamiz. Bu ham kerak bo'ladi. Buni kiyimiga qaramaslik kerak, chunki kiyimida adashib ketishinglar aniq. Bir xilga Barselonadagi futbolchilar qo'shilmagan bu o'yinda. Hamda Vartabonga kiramiz. Hozir biz poiskdan Vartabonni qidiramiz. Mayli, birinchisiga erishdik. Lekin Navas ham bo'ladi. Navas lekin o'ynamagan. Bravo o'ynagan, bravo.
Albatta yozish kerak buni. Mana bo'lib taqdirdik. Mana bravo chiqib keldi. Mana malades. Bizga pul ham qo'shib keldi mana. Bularni o'chirib tashlaymiz. O'chiramiz. Bo'ldi mana. Tarkibimiz yondirarli bo'lmoqda, yana ham Alpandren ter Stegenni olib qo'ya qolamiz. Biz klubga kelib qo'shildi mana. Ajoyib klub bo'lmoqda. Pulvip bo'lsa ajoyib bo'ladi. Ha, do'stlar, ajoyib bo'ladi pulvip bo'lsa. Mana bizga o'rgatmoqda. Bu tarkibni o'zgartiraylik-da. Qo'yib turaylik, tarkibni o'zgartiramiz. 4-3-3 qilamiz. Oldingi yondirarli o'yinlar 4-3-3 tarkibida bo'lgan. Menga yoqadi shu tarkib ham. Neymarni bu tomonga o'tkazamiz. Lionelni bu tomonga, Lionel Messini bu tomonga o'tkazamiz. Cavani endi bo'shatib qo'yishiga to'g'ri keladi. Suarezga. Luis Suarez juda ham yondirarli. Rakitic. Adashmasam shu tomonda o'ynagan. Ha, qo'yaveramiz. Shu tomonda o'ynagan bo'lsa kerak. Mayli. Dembele ham, adashmasam Dembele ham topish kerak. Elmida o'ynaydi bu. Rakiticni bu tomonga qo'yib turib, buni bu tomonga qo'ysak-chi mana. Ana endi to'g'ri bo'ldi. Bravo darvozada. Endi bu Albajonni baqa qo'yamiz. Dem eda o'ynaydi, lekin biz buni himoyachi sifatida ishlatamiz. Lekin unaqa bo'lmagan-ku. Lekin o'xshatsa bo'ladi shunaqa qilib. Cavani Bag'dad. Mana Pikin noto'g'ri. Mana. Elmaga o'ynagan o'yinchi topolmayapman. Bu tomonda kim o'ynagan Barselonada? Adashmasam. David Alves o'ynagan. Bo'ldi, tushundim. Alves bo'ldi. David Alves. Yo'q, Alves chiqmayapti mana. David Alves chiqmayapti nimagadir. To'xtanglarchi, umid etib yozaylikchi, chiqib qolar. Mana umid etib, mana topdik. Bu futbolchi ham Barselonada yondiradi. O'yinlar ko'rsatgan endi bo'ladi. Umiditini qaranglar. Sergio Busquetsni baqa qo'yib turib, qaranglar. Sergio Busquetsni baqa qo'yamiz-da bo'ldi. Chotki qilamiz hozir. Mana Umiditini bu tomonga qo'yamiz. Mana chotki tarkib bo'ldi. Joylar almashib qolgan bo'lsa-da, lekin chotki o'yin bo'ldi. Qaranglar. Endi bu yerga transfer narxlari yozilgan. Bu o'yinchilarni sotib yuborish kerak. Bu o'yinchilar kerak emas, вообще-то. Bu o'yinchilar вообще-то kerak emas. Sotib tashlaymiz hammasini. Yig'ilgan. Sotib pullarni tashlaymiz bo'ldi. Farqi yo'q, biz Cavani'ni sotib olamiz. Mana odam yetishmayapti. Demak biz Antoni Griezmann olamiz. Albatta eski yillarda ham o'ynagan. Iniesta yo'q bu o'yinda, bilasizlar. Iniesta yo'q. Ammo Barselona futbolchilarini olishga harakat qilamiz. Barselonaning asosiy tarkibini yig'dik. Lekin nargi tarkibini yig'a olmayapmiz. Xo'p. Albatta. Mayli bo'laveradi. Mayli bo'laveradi. Mayli. Kim bo'lsa ham bo'laveradi. Lekin bunaqa o'yinchilar tushmaydi. Mana do'stlar, bu o'yin prosta animatsiyalarga ishlagan.
Bizning uyimizda bo'lmoqda bu o'yin. 15:00 da, ya'ni 3:00 da o'tib bormoqda. Ketdik. Mana Neymar. Ya. Anchadan beri o'ynamaganim bilinmoqda. 3-soniyalar. Qani ikkita gol ura olamanmikan? Menga ancha o'rgatishmoqda-da. Mana o'rgatishlarga ham vaqt yetib qoladi. Bilaman, bo'ldi, bilaman. Anchadan beri o'ynamadim. Lekin Suarez Vidalga oshiradi. Gol, Vidal. Ha, do'stlar. Qaytdi Vidal. Barselonani keyingi safar kimni tarkibini tuzamiz? Keyingi safar menimcha boshqalar tarkibini tuzsa beradi. Argentinalik o'yinchilarni olib kelamiz keyingi safar. Yo bo'lmasam Portugaliyalikmi? Farqi yo'q. Liboy davlatli o'yinchilarni sotib olamiz. Masalan, Braziliyalik bo'lsa Neymarlarni, masalan, Neymar juda ham Ronaldinho bo'lgan. Endi o'sha paytlarda bilmadim. O'sha paytlar tarkibini tuza olamiz. Masalan, Google'dan qilsa ham chiqaveradi. Men qaraylar, animatsiyasini ko'ringlar, men qaraylar, animatsiyasini. Bir qisq qilib ko'ring. Ular ham yo'l urdi. Qoyil. Bo'tga bandalar bizni bo'lib ketmoqda. Yangi safar Paysdan chiqaramiz, do'stlar. Neymarjon o'zing ham ko'p qo'yasanmi? Dembelega oshirdi. Mana fintlar qiroli. Video. Olib qo'yish kerak, Bizga faqat olib qo'yish kerak. Sergio Busquets chap qanotga o'tdi. Gol! Qanday? Ketdik. Mana ketdik. Qani. Sergio. Busquets. Hoplar. Ko'rib ketmoqda, yaxshi. Bitta gol urdi, qoyil. Qanaqasiga men chalmadim-ku. Ahmoqlar. Gol urisha olmadi. Mayli, bu o'yin qiziq. Keyingi safar ham olib boramiz. Mana bunday penalti ishlaymiz. Bitta penaltini ko'raylikchi. Neymar jon penalti ishlab berdi. Men qarayman, qanaqasiga Neymarga qizil kartochka? Ahmoq Neymar. Mayli. Menimcha bu tomon o'tibsiz. Siz gol urib qo'ydi. Mayli. Ular xursand bo'lmoqda. Biz xafa bo'lmoqdamiz. Hop. Dembele. Nimaga qo'chadi Suarez? Ahmoq. Zo'rmi dedi. Minut qo'shib berildi. Bo'ldi, birinchi taymni o'z nihoyasiga yetdi. Hammaga xayr do'stlar. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar. Mayli, bo'pti, sog' bo'lasizlar.